ukajonim, bu qorin chiqib semirib ketyapmiz-ku. Bunda uy sharoitida yaxshiroq bitta ana lijalaring, nima apparatlaring, nimadirlaring bormi? Ko'rsatsang bo'lar ekan bizga ham. Assalomu alaykum. Keling aka, bor. Bo'ldi aka. Imini sizga o'xshaganligi bor. Xo'p, aka, bizda 10 dan oshiq variya trenajyorlarimiz bor, 10 dan oshiq lijalarimiz bor, 30 xildan oshiq bego'y daroshkalarimiz bor. Trenajyorning zalli uchun, uy sharoitida ham zo'r. Imini aka sizga o'xshagan akalar uchun ham. Bo'lmasa men u bittasiga chiqib bundoq shug'ullanib ko'ray bo'ladi, to'g'rimi? Shug'ullansam. Bu ishingni qilib turaverish ukamsan. Ishlatib ko'rsam deysizmi aka? Ha, bemalol. Mana yoqqanini ishlatib ko'ravering aka. Mana siz uchun. Mana mashina dastlabki qilib berasan. Voy ukam, lekin mashina menga yoqdi lekin, bor. Men buni qanaqa olib ketaman ukam? Qottargina qaragin buni. Men uni yig'ishni ham bilmasam. Nima deysan, qanaqa olib ketaman buni? Bo'ldi aka, men yoqdimi sizga? Oltin baliqchi filmini eslayapsizmi? Xuddi shunaqa bo'ladi. Uyga borgunicha o'zimizning xodimlarimiz olib borib berishadi. Toshkent shahar ichida dastlabkamiz mutlaq bepul bo'ladi. Ichida ustanovkalarimiz mutlaq bepul bo'ladi. 1 yillik garantiya servisimiz ham bor. Bu narsamiz 12 ta viloyatga ham amal qiladi. 12 ta viloyatga aka taksi orqali chiqarib beraveramiz. Muammo yo'q. Xo'p, ukam, mengacha sen unaqani qilmagin. Men senga hozir pulni beraman, do'konga olib ketib nima qilaman? Pulini gapir menga, pulini. Qanaqa to'layman men bu pulini? Aka, pulidan umuman muammo yo'q. Puli mahsulot qo'lingizga borgandan keyin, xodimlarni ishlatib berganingdan keyin to'lov qilasiz. Oldindan to'lov qilib o'tirmaysiz aka. Voy ukam, mana shu gap zo'ri bo'ldi. Ketdi, davay. Olib bor endi.